Audio Jungle. Hamma sizlar bilan Boy YouTubers. Bizning bugungi mehmonimiz Selyeza. Hammaga salom, sizlar bilan Selyeza. Bizning ko'rsatuvimizga xush kelibsiz Selyeza. Unda biz ko'rsatuvimizni boshladik. Bizdagi birinchi savol, fandomingizga savolingiz nima? Agarda meni faqat bitta so'z bilan ta'riflashingiz kerak bo'lsa, qaysi so'zni aytardingiz? Va bizdagi ikkinchi savol, YouTube'dagi eng birinchi yaqiningiz kim bo'lgan? YouTube'dagi birinchi yaqinim Selviya bo'lgan, ya'ni Parkniso. Va bizdagi uchinchi savol, imkon bo'lganda qaysi Korean Entertainment'iga kirgan bo'lardingiz? Imkon bo'lganda JYP Entertainment'ga qo'shilgan bo'lardim. Va bizdagi to'rtinchi savol, sizning eng yoqtirgan rangingiz qaysi? Menga ko'proq pastel ranglar yoqadi. Va bizdagi beshinchi savol, sizning o'zingizning videolaringizdan eng yoqqan videoingiz qaysi biri? O'zimning videolarimda eng yoqtirgan videoyim shu yili 5-iyunda qo'yib kelgan o'sha vaqtimdagi videolarim ko'proq yoqadi. Bizning intervyuga kelganingiz uchun sizga katta rahmat Selyeza. Albatta sizni qo'limizdan kelsa yana taklif qilamiz. Sizlar bilan Boy YouTubers bo'ldi. Hammaga xayr. Audio Jungle.